A'lo kayfiyatda davom etamiz, qadrli do'stlar. Ayni vaqtda qiziqarli ma'lumotlar bilan boyitilgan dasturimiz o'z yo'nalishida davom etar ekan. Studiyamizda suhbatdoshimiz borlar. Demak, Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabining maxsus fortepiano yo'nalishi o'quvchisi, Ijod bahori Respublika yosh ijodkorlar tanlovining 2-o'rin sohibasi Marjonaxon Muqimjonovani bugun studiyamizga taklif etganmiz. Ajoyib suhbat va ajoyib o'ziga xos bo'lgan ijrolardan bahra olishni ko'nglimizga tutganmiz va albatta hozir ular bilan suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum Marjona. Xayrli kun tilaymiz sizga. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshi, a'lo darajada. Menimcha juda ham kuchli hayajon. Hayajonlanish kerak emas, to'g'rimi? Samimiy, o'zaro ko'ngilochar dasturimiz. Marjona hozirgi ma'lumotlariga ko'ra, Ijod bahori Respublika yosh ijodkorlar tanlovida 2-o'rinni qo'lga kiritibsiz. Va albatta bu bosqichga yetib borgunga qadar anchagina mashaqqatli yo'l bo'ladi har bitta ijodkorda. Keling, albatta hozir birinchi savolimizni san'atga kirib kelishingiz va nima uchun aynan fortepiano yo'nalishini tanlaganingiz haqida boshlasak. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yo'nalishga kirib kelishimga o'zim bo'lganman, ota-onam qo'llab-quvvatlashlari bilan o'zim shu sohaga qiziqqanim uchun ota-onam shu sohada o'zlarini qilib meni berishganda tanlab o'zim ham shu xohlab shu sohaga unaqa Bu qiziqish qanday paydo bo'lgan? Televizorlar orqali san'atkorlarni o'sha pianino chalganlarini ko'rganmisiz yoki uyingizda san'atkorlar bormi? Yo'q, uyimizda san'atkor yo'q. Hozircha bittaman. Singlim rassomchilikda o'qiydi. Baribir san'atga qasr ma'noda aloqalari bor ekan, baribir. Aloqasi bor lekin shu shunday. Marjona mana hozir aytib o'tganimizdek, Ijod bahori Respublika yosh ijodkorlar ko'rik-tanlovida ishtirok etib, faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritibsiz. Keling, tanlov taassurotlari haqida ham birozgina to'xtalib o'tsak. O'zi necha nafar ijodkorlar ishtirok etishdi? Bu ko'rik-tanlovimiz Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Gler nomli musiqa maktabida bo'ldi va 230 nafar ishtirokchi qatnashdi. Bu 230 ta ishtirokchini ichidan 2-o'rin menga qoyil. Juda ham yaxshi. E'tirofga sazovor. Mana bu yil 10-sinfmi yoki 11-sinfmi? Bitiruvchimi? Nasib bu yil maktabni tugatasiz. Oliygohga harakat. Nasib bo'lsa, endi qaysi shu yo'nalish bo'yicha ketasizmi? Shu yo'nalish. Juda ham yaxshi. O'qituvchilik, xudo xohlasa. Demak, pedagoglik bilan shunday. Juda ham yaxshi. Fortepiano bu butun dunyo bo'ylab ijodkorlarning sevimli sozlaridan desak adashmagan bo'lamiz. Nima deb o'ylaysiz? Boshqa cholg'u asboblariga qaraganda, boshqa sozlarga qaraganda fortepianoni o'ziga tortadigan qanaqa jihatlari bor? Ancha murakkab, fortepianoning o'zi yo'nalish ancha murakkab. Boshqa sohalarga qaraganda ham, milliy cholg'ularga qaraganda ham fortepiano yo'nalishida ancha o'zini qiyinchiligi bor. Va bu klassika fortepiano bizda fortepianomiz klassikaga kiradi. Klassika bo'yicha ijro etamiz biz. Bu yo'nalishda har tomonlama o'ziga yarasha qiyinchiligi, mas'uliyati o'ziga yarasha bor. Dunyo bo'ylab juda ham ko'p bastakorlar bor va ularning asarlari asosan fortepianoda ijro etiladi. Qaysi mashhur kompozitorlar, bastakorlarni ijodlarini kuzatib borasiz va qaysi ijodkorlarni o'sha asarlarini ijro qilish siz uchun birozgina qiyin? Ko'pincha biz klassika yo'nalishida bo'lganimiz uchun Gaydin, Bach, sonata, etyud pyesalarni ko'proq ijro etamiz va bu imtihonlarda o'zimni o'qish joylarimda hamma joyda shu ko'proq ijro etiladi. O'zi mashhur kuylar ekanda, demak. O'zi odatda asosiy kuylar ana shu etyud, sonata. Ijodkorning ijodini ochib beradigan, demak, qirralarini. Ham o'ziga yarasha ancha unaqa qiyinchilik. O'zi odatda bitta kuyni o'rganish uchun, to'liq o'rganish uchun qancha vaqt sarflanadi? 1 oy yoki 1,5 oy. Uni kuyning murakkabligiga qarab, demak. Murakkabligiga qarab. Agar qiyinroq, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor hamma narsani, agar shu sal ozgina mana qilib, harakat qilib, ishtiyoq bilan harakat qilsangiz, undan ham oldinroq bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi so'z isbot bilan deyishadi. Bugun ham menimcha studiyamizga quruq qo'l bilan tashrif buyurmagansiz, o'zingiz ijodiy namunangiz bilan. Qaysi kuyni, kimni kuyini chalib bermoqchisiz nasib bo'lsa? Vals. Vals. Nomi vals. Vals. Marhamat. Nomli ajoyib ijro Marjonaxon Muqimjonova tomonidan marhamat. Ayni vaqtda
Ko'pgina yoshlarimiz ayni fortepianoda chalingan musiqalarni juda ham yaxshi ko'rishadi, ijro etishga harakat qilishadi, lekin juda ham kam sonli insonlar buni mahorat bilan uddalay olishar ekan. Mana bugun Marjonaxonni o'zlaridan qanday qilib ikkinchi o'rinni olganliklari haqida bilib oldik. Endi gap isbot bilan degandek eshitamiz. Yaxshi. Rahmat Marjona. Juda ham ajoyib ijro bo'ldi. Yana sizni o'z o'rningizga taklif etamiz. Bilasizmi Jaloliddin? Umuman olganda juda ham ko'plab faktlar bilan tanishganman va bu faktlar orasida qo'shiqlar emas, qo'shiqlarni aytmayapman. Aynan musiqiy asarlarni, klassik ijrolarni sevib tinglaydigan insonlarni dunyoqarashi boshqa insonlarga qaraganda anchagina kengroq bo'lar ekan. Chunki har bitta musiqa endi qo'shiqda ma'lum bir so'zlar bo'ladi, tasavvur doiramiz biroz cheklangan bo'ladi, lekin aynan kuyda, musiqada bizni dunyoqarashimizni birozgina o'sha demak harakatga kelishi uchun, o'y xayollarimizni ishlash uchun yordam beradigan vositalar bo'lar ekan. Baribir shunda inson qalbi bilan suhbatlashadi-da, mana so'zlar bo'ladi musiqalarda, qo'shiqlarda, so'zlar bilan ovora bo'lib qolasiz, lekin mana bunaqa kuylarda insonni nima deydi, ijodiy tomonlari ochiladi-da. Ko'plab ijodkorlarni ilhomlanishadi mana. Atirgul atirni tikonga sochmish, qo'lingni ber gulim, qo'llaringni ber. Gullar dudog'ini bol ari ochmish, qo'lingni ber gulim. Qo'lingni ber gulim, dudog'im kuysin so'rab, so'rog'im ham qarog'im kuysin, o'ngim, so'lim, yaqin, yirog'im kuysin, qo'lingni ber gulim, qo'llaringni ber degan she'rlar yozadi-da mana ijodkorlar. Yashang Jaloliddin. Mana Marjona ko'ryapsizmi? Juda ham ajoyib kuy bo'ldi. She'rlar ayttirib yuboradigan demak musiqa chalib berdingiz bizga. Hozir shu joyda mana ijro etayotgan vaqtda bir narsa hayolimga keldi. Nima uchun biz aynan vals kuyi tayyorlab kelingan ekan, biz baletmeysterlarni, xoreograflarni jalb qilmadik deya. Ularni ham olib kelish kerak ekan, keyingi safar harakat qilamiz. Marjona ayni vaqtda sizni ota-onangiz, ustozlaringiz tomosha qilishayotgan bo'lishi mumkin. Ayni vaqtga qadar sizni bugungi yutuqlaringizga turtki bo'layotgan insonlarga, ustozlaringizga alohida rahmatlaringizni, tashakkurlaringizni yetkazib qo'ysangiz bo'ladi. Avvalambor birinchi navbatda
ota-onamga, ustozlarimga va barcha o'zimni yaqin qandoshlarim, hamma yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ayni Avvalambor shu ustozlaringizni- darajaga yetib kelishim uchun oson bo'lmadi. Ota-onamni quvvatlashlari, ustozlarimni menga bergan maslahatlari bilan shu darajagacha yetib keldim. Juda ham yaxshi. Adashmasam bugun davlat imtihoniga kirib chiqasiz, ha? Nasib bo'lsa amaliyotdan topshirasiz, ha? Hayajonlar bormi, yo'qmi? Yo'q, o'rganib ketganmiz. O'rganib ketganimiz juda ham yaxshi. Nasib bo'lsa, hali bunday suhbatlar ko'p bo'ladi. Bunday katta imtihonlarni hali juda ham ko'p topshirasiz katta ustozlarga. Imtihonlarda omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Tashrif uchun, ajoyib suhbat uchun, ajoyib musiqiy asar uchun, vals uchun tashakkurlarimizni yo'llab qolamiz. Nasib bo'lsa, katta bundan-da katta yutuqlar bilan studiyamizda xush ko'rishlik nasib qilsa.